Salom hammaga, meni ismim Maftuna va men bugundan boshlab Serafin Cosmetics social mediasini olib boraman. Albatta sizda juda ham ko'p savollar bo'lishi mumkin. Masalan, o'zi Serafin Cosmetics nima va men kimman? Va men sizlarga bor ma'lumotlarni hozir o'rtog'imni tug'ilgan kuniga Get Ready With Me olib sizlarga bor ma'lumotlarni aytib beraman. Va shu orada va bizni kosmetikamizdan kelgan mana bu mahsulot haqida sizlarga tushuntirib beraman. Rix firmasini menimcha juda ham ko'pchilik biladi. Bu Koreyada juda ham mashhur kosmetikalardan biri. Hozir buni ochamiz. Va buni ichida mana bunday 3 ta set bo'ladi. Agar siz yuzlaringiz juda ham quruq bo'lsa yoki koreyslarning yaltiroq yuziga o'xshagan sog'lom yuz olmoqchi bo'lsanglar, mana shu firmani mana bu 3 ta mahsulotli setlaridan foydalansanglar bo'ladi. Bu toneri va undan keyin bu ampulasi va oxirida mana bu kremi. Mana shu mahsulotlarni ketma-ketlikda ishlatsanglar, yuzinglar juda ham namlangan va sog'lom bo'ladi. Makiyaj qilishimdan oldin avval yuzlarimni namlantirib, makiyajga tayyorlab olamiz va shuning uchun birinchi tonerdan boshlayman. Bu ampulalar juda ham quyoshga sensitiv, ya'ni juda ham quyosh bilan yaxshi chiqishmaydi. Shuning uchun buni ampulalarni kunduz emas, kechki payt uxlashdan oldin ishlatgan yaxshiroq. Va yuzimizni tonerlab olganimizdan keyin krem ishlatamiz. Krem bilan makiyajimizga tayyorlab olamiz. Va aytgancha biz o'zimizda Serafin Cosmetics haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, yaqinda 1 yil bo'ladi biz ishimizni boshlaganimizga. Biz O'zbekistonga kosmetika jo'natish bo'yicha shug'ullanamiz. Biz kosmetikalarimizni savdogarlarga optim tarzda jo'natishimiz mumkin yoki odamlarga zakaz qilsa, Koreyadan 1 hafta ichida jo'natib beramiz. Va hech qachon unutmaslik kerak, Koreyada doim yuzimizni namlantirib, uxlat qilganimizdan keyin doim sonishli krem bilan makiyajimiz boshlashimiz kerak. Ozgina sonishli krem ishlataman. Ko'rgan bo'lsangiz yuzim rosa yaltirlab, chiroyli deb silliq bo'lib qoldi. Kistichka foundation ozgina qo'limga yaqinlab, yuzimga kistichka orqali ozgina silliq qilib surtib olaman. Foundation surtgan bo'ldim. Endi qaranglar, yuzim qanaqa silliq, tekis, как будто yuzimga hech narsa surkamagandek yaltirlab turadi. Palettam oddiy, mana bu 3 ta rang bor xolos. Ya'ni bitta matoviy rang va bitta yaltiroq rang bo'ladi xolos. Ko'zni ozgina yuzdan farqliroq qilib turish uchun ozgina pushtaroq rangga bo'yayman. Doim taka mineralniy pudralari juda ham yoqadi. Makiyajni yaxshi ushlab turadigan pudra alohida bo'ladi va makiyajni yakunlaydigan, ustida matoviy iz qoldiradigan pudralar alohida bo'ladi. Men ishlatadigan pudra bo'lsa, makiyajni yaxshi ishlatib turadigan setting pudra bo'ladi. Terlab qolishi mumkin yoki vaqt o'tgan sari yuzim yog'langanda ustidagi sunscreen ishlatganim uchun, foundation ishlatganim uchun makiyajim juda ham xunuk bo'lib qolishi mumkin. Va shuning uchun shunaqa makiyajimni qattiq yaxshi ushlab turadigan shunaqa pudra ishlatib olaman. Bu birinchi ishlatganimda matoviy effekt beradi, lekin где-то 15 minut, 10 yoki 5 minutdan keyin yuzim yana o'zini yaltiroq holatiga kelib qoladi. Yuzga ozgina rang berish uchun ozgina rumyana yoki kontur ishlatish kerak. Meni yuzim круглый, ya'ni dumaloq yuz bo'lgani uchun kontur ishlatsam yuzim gryazniy bo'lib ko'rinadi. Ya'ni kirga o'xshab ko'rinadi, chunki meni yuzimda o'tkir liniyalar yo'q. Shuning uchun men kontur ishlata olmayman. Chunki yonimda bu yoqdan qaraganda yaxshi turishi mumkin, lekin yonimdan qaraganda yuzim gryazniy, ya'ni kirga o'xshab tuyuladi. O'shacha agar sizda ovalniy yuz bo'lsa yoki dumaloq yuz bo'lsa, konturga emas, rumyana bilan yuzga ozgina shakl berib, ozgina rang qo'shish mumkin.
highlighter ishlatish kerak ekan. O'rtog'im tug'ilgan kuniga obrazim tayyor. Makiyajiga shunaqa yaxshi o'tirishi uchun, yuzni yaxshi namlantirib, yuzni yaxshi sog'lom qilish uchun mana bu mahsulotlarni ishlatish esingizdan chiqmasin. Albatta yuzimizni makiyajdan avval yaxshilab tayyorlab va sog'lom yuz qilishimiz kerak. Nafaqat bu mahsulotlar siz yuzingizga mos keladigan boshqa bizdagi yuzlab boshqa mahsulotlardan ham foydalanishingiz mumkin va albatta yuzingizni parvarishlash uchun nafaqat toner bilan krem, balki boshqa turdagi yuz kremlarini, sivorotkalarini ishlatishingiz mumkin va bizga murojaat qilsangiz, biz sizning yuzingizdagi muammolarga qarab, sizga Koreyadagi eng yaxshi va sifatli mahsulotlarni sizga maslahat berishimiz mumkin. Bugun faqatgina shu bo'ldi. Agar sizda savollar bo'lsa, kommentga yozib qoldirishingiz mumkin. Obuna bo'ling va keyingi safar ko'rishguncha